Salom do'stlar, bugun men sizlarga noma'lum uchar jismlar, uchar likopchalar va o'zga sayyoraliklar haqidagi faktlarni aytib beraman. Qani ketdik. Uchar likopchalar haqidagi shov-shuvlar. Dunyodagi uchar likopchalar erasi 1947-yildan boshlangan. Uchar likopchalarni birinchi marta 1947-yil amerikalik uchuvchi Kenneth Arnold Washington shahri yaqinidagi Reyner tog'i tepasidan uchib o'tayotgan paytda ko'rib qoladi. Kenneth Arnoldning aytishicha, 9 ta disksimon uchar jismlar Reyner tog'i tepasidan uchib o'tgan. Kenneth Arnold bu uchar jismlarni uchar likopchalar deb atagan. O'shandan buyon odamlar uchar jismlarga uchar likopchalar deb nom qo'yishgan. 1953-yil amerikalik yozuvchi Donald Keyhoe kitoblaridan birida uchar likopchalarni birinchi marta nujlar, ya'ni noma'lum uchar jismlar deb atagan. O'sha paytlardan boshlab uchar likopchalar haqida juda ko'p kinofilmlar suratga olingan. Bu kinolar mazmuni jihatdan 3 ga bo'linadi. Ba'zi kinolarda o'zga sayyoraliklar yerga hujum qilib insoniyatga xavf solsa, ba'zi kinolarda o'zga sayyoraliklar insonlarga yordam beradi. Ba'zida insonlar o'zga sayyoralik jonzotlar hayotini saqlab qoladi. Bunday filmlar odamlar uchun juda ham qiziqarli bo'lishi tabiiy. O'zga sayyoraliklar haqiqatda bormi yoki uydirmami? 1967-yil Janubiy Angliya osmonida 6 ta uchar likopcha paydo bo'ladi. Noma'lum uchar jismlar Angliya osmonida turnadek bir tekis tizilib uchib o'tgan. O'sha paytda Britaniya hukumatı olimlarga o'sha uchib o'tgan likopchalarni ilmiy o'rganishga ruxsat beradi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Janubiy Angliya osmonida paydo bo'lgan o'sha noma'lum uchar jismlar angliyalik injener talabalar nayrangi bo'lib chiqdi. Shuning uchun ko'pchilik olimlar uchar likopchalar batafsil tadqiqotga loyiq emas deb hisoblashar ekan. Ular o'zga sayyoraliklar borligiga shubha bilan qarashadi. Lekin shu paytgacha olimlar o'zga sayyoraliklar borligini ham inkor qilishmagan. 1947-yil 8-iyulda Roswell axborot agentligining xabar berishicha, Amerikaning New Mexico shtatida odamlar shahardan uncha uzoq bo'lmagan rancholarning birida halokatga uchragan uchar likopchani ko'rib qolishadi. Hodisa joyini tezda hukumat kuchlari o'rab olishadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay davlat xodimlari osmondan uchib tushgan uchar jismni hukumat tomonidan sinab ko'rilayotgan raketalardan biri deb e'lon qilishadi. O'sha paytda jurnalistlar hukumatni uchar likopchalar va uni ichida halok bo'lgan jonzotlarni odamlardan yashirganlikda ayblashgan edi. 1996-yil Amerika aholisi orasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 71% aholisi davlatni uchar likopchalar haqidagi haqiqatni yashirganlikda ayblashar ekan. SSSR davrida ham odamlar Rossiyada juda ko'p marta osmondan noma'lum uchar jismlarni ko'rishgan. Lekin ularning ko'rganlari davlat tomonidan sinash uchun uchirilgan raketalar ham bo'lishi mumkin ekan. 1961-yil 19-sentyabr amerikalik er-xotin Betty va Barney Hill kechasi Kanadadan Amerikaga mashinada ketishayotgan bo'lgan. Shu payt osmonda qandaydir uchar jism nur taratib, ularni mashinasini tepadan kuzatib kela boshlaydi. Er-xotin Betty va Barney Hill uchar jism ichida qandaydir mavjudotlar o'tirganini ham ko'rishadi. Shu payt uchar jism tomonidan elektr energiyasiga o'xshash chaqmoq tovush eshitiladi. Er-xotin shu zahoti boshi va bo'ynida qattiq og'riqni his qilib hushidan ketishadi. 2 soat o'tgach ular hushiga kelishadi va mashinasida o'zga sayyoraliklar qoldirgan har xil izlarni ko'rishadi. Ular 2 soat davomida qayerda bo'lishgan? O'zga sayyoraliklar ularni hushidan ketkazib qanday tajribalar o'tkazishgan? Tabiiyki o'zga sayyoraliklar er-xotin ustida tajriba o'tkazgan paytda ular hushsiz bo'lishgan. Hech narsani ko'rishmagan. Keyinchalik gipnozchi vrachlar er-xotinni gipnoz qilib, ularni hushsiz paytda ko'rgan voqealarni miyasida qolib ketgan informatsiyalardan bilishga harakat qilishgan. Er-xotin gipnoz paytida hushsizlikda ro'y bergan voqealarni aytib berishgan. O'zga sayyoraliklar er-xotinni hushidan ketkazib, ularning jinsiy a'zolarini tekshirishgan va shprit sanchib suyuqlik olishgan. Yana er-xotin Betty va Barney Hillning aytishicha, o'zga sayyoraliklar ularga yulduzlar xaritasini ham ko'rsatishgan. Lekin qaysi sayyoradan uchib kelishganini sir tutishgan. Bu voqeaga o'sha paytda ko'pchilik ishonmagan. Lekin gipnozchilarning aytishicha, odam gipnoz paytida hech qachon yolg'on gapirmas ekan. Nega o'zga sayyoraliklar odamlar bilan ochiq aloqaga chiqishmaydi?
Kuzatuvchilarning fikricha, o'zga sayyoraliklarni odamlar bilan gaplashish emas, ko'proq ona sayyoramiz, Yerning tabiati va Yer haqidagi ma'lumotlar qiziqtirar emish. Insonlar texnik jihatdan rivojlana boshlaganiga endigina 100 yil bo'ldi. Koinot esa milliard yillardan beri mavjud. O'zga sayyoraliklar aql-ong jihatdan yaxshi rivojlanib, insonlardan o'zib ketgan. Balki shuning uchun ham ular insonlar bilan gaplashishni xohlashmas. O'zlaridan ancha ongsiz bo'lgan odamlar bilan gaplashish ularni qiziqtirmasligi aniq, yoki insoniyat bunga hali tayyor emasdir. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like qo'ying va kanalimizga qo'shiling va o'zingizning fikringizni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr.